Va'da qilingan qo'ldan qozon kabob retsepti videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanaqa tayyorlanishini o'rganib olasiz. Ovqatimiz uchun qo'chqor go'shtini qo'l qismidan foydalanamiz. Go'shtimizni har xil bezlaridan, mayda suvaklaridan tozalab, qozonda qizdirilgan yog'da qovurib olamiz. Ikkala tarafi yaxshilab qizarganidan keyin go'shtga tuz, yirik murch, lavroviy list solamiz. Qaynagan suv quyib 3 soatga dimlab qo'yamiz. Ora-orada ochib, go'shtni o'girib turish esdan chiqib qolish kerak emas. 3 soatdan keyin qozonimizni ochib, kashni churug'i, zira, to'g'ralgan piyoz, sariyog' solib yana 1 soatga dimlab qo'yamiz. Ungacha kartoshkalarni po'chog'idan tozalab, 1 soatdan keyin qozonni ochib, yana 1 soatga kartoshkalarni solib, ustidan tuz sepib dimlab qo'yamiz. Ana endi oxirgi qiladigan ishimiz qozonda parra hisobiga pishgan kartoshkalarni olib, qizib turgan yog'da chiroyli qilib qizartirib olamiz. Ovqatimiz umumiy 5 soat vaqt talab qiladi. Xohishga ko'ra chiroyli qilib yasatib, mehmonlarga tortsangiz, inshaalloh uyaltirib qo'ymaydi. Sizlar ham oila davrasida yoki ulfatlar bilan birgalikda shunaqa go'shtlari titilib pishadigan qo'ldan qozon kabobni tayyorlab ko'ringlar.